Laligül, bir iki gün çoğun dadamga yordamlashib bo'lgandan andin sizga topchib berman bo'lamdi. Men cho'ng bo'lganda cho'qim bir danglik artist bo'lib chiqaman. Men odam usulchi bo'lganda siz meni zo'rlik qilmaydigansiz. Undaq bo'lamdigan. Men cho'ng bo'lganda cho'qim dapchi bo'lish orzuim bor. Atdigandan kech kitobchilab, dapning ovozini barliq kishilar anglasin deyman. Anglaga, bu mening yangi muzikam. Tez torting. Tatdim. Meni bu harakatim chiroyliqmikan? Bundaq boschi. Kirashaka, siz kimdan deganda sahar turib ish qilar ekansiz, siz cho'qim ishni yaxshi o'quvchiga deyman. Cho'ngdodingiz sizga bek omroq qo'ymayman. To'g'ri, cho'ng dadam, cho'ng opamning yinida men bir o'g'il bola bo'lgandikin ularga yordam qilishim kerak. Cho'ng dadam tunigun yarim kechagacha ishladi. Tunigun men ularga 100 numar qo'ydim. Kurash! Kurash! Bo'ldi. Tez bu yoqqa cho'sh. Bugun atdigan men senga 100 numar qo'ydim, ha? Ay, bu kichik polvonmiz-a. Sen sahar turib tevish chiqamay ish qilsangmi, cho'ng dadam, cho'ng opang bayqab qoladi, ha? Senin ko'zing bağgan sire opamnikiga o'xshab kelyapti-da, ha? Ey Kurash, bu yoqqa tomoq ye, ha? Sen bayatın kentga kirgichi chaqandab ovozini angladib, ilgirlabsan, ha? Cho'ng dada, siz oldingizmi? Sizda qoltishgansiz, cho'ng dadamning quliqi bak o'tkirgan. Hay! Cho'ng dada, men keldim. Bizning kichik artistimiz, keling. Kurashni, nimadoq ishni tez qiladi ekan desam, asli siz yordam qilibsiz emasmi, ha? Qani bu yoqqa keling. Cho'ng dada, men degan butun bir kun sizga yordamlashay bo'lamdi? Qarshi olaman. Sizning boshlang'ich maktab kirdigan vaqtingiz bo'lib qoldi. Cho'ng dada, cho'ng ona, men maktab ketdim. Xo'sh. Saboqdoshlar, o'tgan haftadagi maqolani yanada saboqdosh Kurash eng yaxshi yozibdi. O'zining she'rlari bilan Yolqintog'ning ko'z manzarasini yaxshi sharhlab chiqibdi. U maqolasini mundaq boshlabdi. Kim o'tliq cho'g'dak tog'larni ko'ygan, suvning soyisidek suvlar, oltindek kuz kechasi, marvoyitdek uzumlar, yana neft qazadigan uskunlarni, orlig'i 1000 chaqirim keladi. Mening tug'ilgan yurtim. Men Yolqintog'dan chiqqan. Kurash. Saboqdosh Kurash. Sizni chaqiryapti. Saboqdosh Kurash. Siz bu maqolani yozishdagi ta'sirotingizni so'zlab bersangiz qandoq? Sizga nima bo'ldi? Kechiring muallim, atdigandan ta hozirgacha bir naqshini o'g'lagandek bo'ldim. Yana bir nimani ko'rdim. Yana nimani ko'rdingiz? Opamni. Cho'g'da! Cho'pa! Hay! Siz degan maktabdan bekka chiqib keldingiz, Kurash aka. Siz tiqib bormi? Degan Irinchidan kelgan san'atchilar bu yerga o'yin qo'yig'iga kelibdikan. Cho'g'da shular bilan birga ketdi. Biz kaynida bordigan bo'ldik. Yana bizda kichik san'atchilar bu bo'lganda, ha? Ikkimiz tog'amning mototsiklida bordigan bo'ldik. Laligul, bek yaxshi bo'ldi. Agar men bugun o'yin borlig'ini bilgan bo'lsam, uchib bo'lsin borgan bo'ladi. Hey! Oldingizlar o'tiringlar. Biz ko'ramayapmiz. O'tiraman sizlar. O'tiringlar. Oldiga boraylik, yuring.
Mama nasıl şipirin? Xiyalımı çeçetme. Tövende küçük ay ümigidikilerinin orulmakçı boğunu. Küçük kette. Bu ümekinin o tipi bayken. Kereşaka, sizge nem boldy? Bu naqsh ovozini men atyan anglagan. Musha ovoz u bir tarafdan dahi tap naqsini aytalaydi. Bugünkü oyun qaltis boldyjmy? Kızlar nemish qotganda berib qarab qaytchu. Degan shunchaki adam oyunimizni kegib ketdi. Nima degan yaxshi? Bu qala bek ko'rkamkin. Men amroq bo'lib qoldim. Bu yerda yashagan kishilar qandaqdi? Ha? Ular cho'qin bek ijizg'u deyman. Bizning ko'p narsani bilishimiz uchun İmam Muallim doim bizni bu yerga olib kelib o'yin qo'yg'izdi. Biroq mening ko'rkam, chiroyli sonlarda o'yin qo'yg'im bor. Muallim dedi-ku, bizni bu yerga olib kelishdagi sababi birinchidan san'atni o'rganish, ikkinchidan bizning chidamchanligimizni sinash. Bunchalik jafo biz uchun hech gap emas. Ham osong'imi tushmaydi, biroq bu bek jafoliq emaskin. Xelil muallimning deyishicha, biz kelar qatim o'yin qo'yganda nur chechib turgan xalq saroyida o'yin qo'ydi ekanmiz. Ha, bek yaxshi bo'pti, bek yaxshi bo'pti. Parang ostida o'yin qo'ysak, bu yermi bek ko'ngillikkan, shundaqmi? Qizlar bek aklab gap qildi-ku. Bizdek yigitlar bayada albatta aklaydi. Hey, tasrif gap qilinglar do'stlar. Ular bizning gapini qilayotganimizni anglab qolmasin. Shu emasmi? Bo'lmasa ular o'zini uqamay qoladi. Hey, nima shu qanda? Jingla qarab boqaylik, qarab boqaylik. Rena, nima ish yuz berdi? Nima bo'ldi degina? Nima ish bo'ldi? Sen nima qilmoqchi? Qizaloqdoshni bo'zaq qilmoqchimi, texi? Rena, u seni bo'zaq qildimi? Kim o bizning malikimizni bo'zaq qilarsin? U yerda tursa, qorong'uda nima ekan debdiman. U midirlag'andi, bek qo'rqib ketdim. Balkim siz uni qo'rqib etgansiz. Sen bu yerda nima ish qilsa? Bizning malikini ko'rmaganmi? Mayli, undaq deyman. Sizning ismingiz nima? O bizning sinfdoshligimiz. Qarmoqqa bek johildek ko'rinsiz. Apangiz doim sizni urandi. Uning ko'zi g'arit ekan, o'g'achi bo'lib qolmasa yana. Uning ko'zi bek chiroyli ekan. Meningcha o'g'achi emas. Hay do'stim, siz dab chala olamsiz? Agar yaxshi chala olsangiz, men usul o'ynab beray. Qandaq bo'lamdi? Bo'ldi qilay Shermak. Uning depini ko'nliqini, qo'lini qisqiligini ko'rindingmi? Uning qo'lining xili jini bor ekan. Xili bo'ladi ekan. Uning puti agrimi nima, ha?
ishdan kiyib olsa putining agarligini bilgili bo'lmaydi ekan. U ya usul o'ynamasa puti moymoqmi, nima chatig'imiz, shundoq emasmi? Siz not yozishni bilamsiz? Hay, sizlarning bu nima qilganinglar? Xuddi imtihon oladigan o'qituvchilik, do'stim, ular bilan kar bo'lmasin. Nima bo'ldi? Muallim bizdan shunday imtihon oladi. Hey, siz bizning o'yinimizni ko'rdingizmi? Bizning o'yinimizni yaxshi ko'ramsiz. Ati yana bir qancha maydon o'yin qo'yamiz. Kelib ko'ring, bo'landa. Hey. Yezliq deganing bor-ku, mushtaq aytimiz va. Boshqalarning kaydini gap qilmang. Siz avliyolarning avliyoligini kishiga bildirmaydi deganni anglamaganmi? Ha? Avliyo? Acha avliyoma? At Xilil muallim bilan Minavar muallim ziyoratga chiqmoqchi. Biz Urumchi qizi degan usulni yaxshi tayyorlaylik. Nejit, sen dapni yaxshi mashq qil bo'lamda? Bildim. Hay, yana xato chep qo'yding. Men rostini mashq qilamoqman. Tet, Horin, bu dap usulini shuncha ko'p o'ynadik. Doim sendan qashli chiqdi. Agar men bo'ladigan bo'lsam, allaqachon uyg'onib bo'lgan bo'lardim. To'sizlima, sen o'zing chipaqa qini. Chamonsa. Sizlarning o'g'il bal bo'lib qolganinglar. Agar bu usulni mashq qilamasak, kelarkisini mashq qilaylik. Qiyinchilikqa duch kelsak, menga aylanib o'tamizmi? Yana bir kelaylik. Ama sinab baqayli. Başladık. Yana bo'lmadi, qanday qilamiz? Akila. Aka, men sinab baqay. Voy, akagina. Akila, aka. Dap ovoz nereden çıkardı doktor? O kendi. Oylab bakmaktın. To'xtab qoldi bu. Ne ko'rdigan bu? Shuni deymi? Hey, kichik do'st. Jirla ketme. Ey Kıraş. Hı?
mijozing olmagan ekan. Bugun maktabga borma, ha? Cho'ng opang, sen amroq Peter mantisanmoqchi. Sen cho'ng opangga piyoz to'g'rish bergin, ha? Bo'lamdi. Men cho'qim maktabga boraman. Bugun musiqa darsi bor. Muallim bizga bugun not o'rgatmoqchi. Maktabga borsam bo'lmaydi. Nima notu? Ravab chag'andimi yaqinlik anglandi ekan. Yani kelib, musiqa darsidimi not o'rganamdi. To'ngda noti degancha musiqa o'rganishning tili. Notini o'rganib olsam, har qanday musiqani chala olaman. Men cho'ngda azaldan hech qanday not o'rganmagan. Agar ayni chaqda men sen degan bu not tilini o'rgangan bo'lsam, cho'ng san'atkor bo'lgan bo'lardim, ha? Nima qilyapsan? Dadam o'xshash injener bo'larsiz bo'ladi-ku. Mening senchu san'atkor bo'lsang bo'g'dak. Shuna bor, toplan do'ppan nelibdi. Mana. Cho'ngda maktabga keldim. So'mkang elishni unutib qolma. Xo'shamsa, sizmangda. Xo'shamsa, xo'sh. O'sha shu. Bu yoq Sodiq buvoy bo'ladi. Bu uyning egisi. Bu shahardan kelgan muallim. Bu Minavar muallim. Tinchlikmi? Ular naqsh to'pliqli kelibdi. Tinchlikmi? Ular bularning o'quvchisi. Tinchlikmi buva? Qani marhamat. Qani. Sodiq buvayni ko'p naqshlarni biladi deb angladik. Shunga alaydan ziyorat qilib keldik. Qani. Marhamat. Qani. O'ltiringlar. Hozir o'ltiringlar. Mening naqsham gepimdimi ko'p. Deganimdan yanala aytqinim yaxshi, ha? Hey, bu nima qilganingiz? Bu unalg'u. Siz aytgan naqshlarning hammani ko'chirib olg'ili bo'ladi, hammasini. Bildim, unalg'u. Bu yangi narsalarning karomati bak ko'p, ha? Sen naqsh aytgani uchun bu narsa yordam qilmas bo'lmaydi. Rahmat. Sodiq buva, bu sizning depingizmi? Buni bir yerda ko'rgandek qilaman. Jahondagi hamma o'shkilarni ikki shayton puti bor. Bu bo'lsa, mening cho'ng dadamning cho'ng dadasidan qolgan deb. Biroq qog'oz deb emas-ku deyman. Nima? Qo'sog'im og'rib ketdi, hojatga berib kelay. Tez berib kelay. Cho'ng dada, siz bir o'g'il bolaning yugurib ketganini ko'rdingizmi? O yo'q, ketdi bola. Rahmat. Bir dapchi bolni ko'rdingizmi? O kaynidagi qalay berishni yaxshi ko'radi. Siz suyak berib izlab beqing. Hay, u yer basli cho'ng, bir odammi yo'q. Siz yolg'iz bo'lsangiz qo'rqmamsiz?
Saç suratga o'xshaydi ekansiz. Siz nima deb orqam kiryapsiz? Hay, siz ketmang. Siz nima deb meni orqam kiryapsiz? Men sizning dap chelishingizni yaxshi ko'raman. Siz dapni bek yaxshi chaladi ekansiz. Yo'q. Men degandek yaxshi chalolmayman. Siz dapnaqsini o'qiy olasiz, a? Siz qanday qo'rqdingiz? Men tunugin degan soat 7 da anglagan. Sizning ovozingiz bek chiroyli, nayt yaqinlikka. Anglash sezimingiz yaxshi ekan. To'g'ri, men ertagan soat 7 da bizning turgan uyning uyisiga chiqib sinab o'qib boqqan edim. Cho'ng dadamning deyishicha, agar kimki bu naqshni eshitsa, uning yuragini ep ketar ekan. Mening opam bu naqshni anglagandan keyin uni bu yerdan ep ketdi. U hozir yo'q. Shundaqmi? Texim mundaq ishmi bor ekanda? Bu dap naqshini dadam menga o'rgatgan. U bu naqshini bek yaxshi ko'rdi. Amsa opangiz hozir qayerda? U tikab ketdi. Kechiring. Ismingizni menga deb bersangiz bo'lamdi. Ismim Kurash. Mening ismim Shernay. Siz dapni bek yaxshi chaladi ekansiz. Usulingizmi shundoq ma'nili ekan. Siz mo san'at maktabiga imtihon berib bizni sinfga kiring. Agar shaharda urug' tuqqanlaringiz bo'lmasa, bizning uyda turing. Mening otam bek yaxshi. Kimning shaharda uy yo'qdaydi? Asli uyingiz bormi? Siz bizning oilaning ishini tushunmaysiz. Bizning oilaning ishi bek murakkab. Sizga tushuntiribmi bo'lamayman? Yana kelib, men shaharga berib nima qilaman? O demak ketdim. Hay. Sizning rostini san'at maktabida o'quving'iz yo'qmi? Agar muallim qo'shilsa, men cho'qim sizni taklif qilaman. Men cho'qim muallimga deyman. Tövende Kichik Ay san'at umigidagi 12 yoshlik artist Sherin Ay qatorliqlarning o'rinlashida Kichik Üzümchi qiz nomli usulni o'zingizlarga sunamiz. Qani, marhamat. Muallim, Rishit topchatlarni men yaxshi o'ynayolmayman. Muallim, men robot chaqanda top chalsangga nerdagi vaqt deb. Ems qanday qilamiz? Bu degan üzüm makoni. Bu yerda o'rinlamasa qanday bo'ladi? Hey, nimishqida chiqmaysizlar, ha? Hey, topchilish qilsiz chiqing, bo'lmasa biz tegishimiz. Undaqda qanday qiladi? Usulga Shernay chiqadi. Shunga ish qilsa yo'q. Tez bo'ling. Men kelamo, ha? Men yordam qilay. Kelinglar. Tezroq. Tezroq bo'ling. Ekiring. İşte kiringlar. Tez. Xelin muallim kurashni oshiga qo'shildimi? Siz avval tomoq yeding. Minara! Sizni izlaydigan ishim bor edi. Meningmi sizni izlaydigan ishim bordi. Men baronasini saqlayman. Bo'ladi. Meni sen yanıla. Lale gülning tog'asining harvisiga o'ltirib, ularni o'zitib qo'y. Bo'lamdi, ha? Yaba! Mana bu yetgan ko'zim so'qqa shakira. Nimalar bere? Tez. Tez. Qo'shamsa? Xo'sh. Tez bo'linglar. Muallim, biz mushundaqla ketamizmi? Yolqintoq kentiga endi hargiz kelmaymizmi? Kurash.
Tamaq yeydigan vaqt bo'ldi, tez pastga tushgan. Anglashlarga qaraganda kurashlarning maktabidan uni nahiyadagi o'tir maktabga avattirdik. Bo'ldi, buni so'zlashmayli. Tamaq yegim yo'q cho'ng dada. Biroq sen tunaygan keshdimi hech nima yemeding. Men Yegan olmasa mayli. Men hammani tushunaman. Necha kundan beri opamning soyisi ko'z oldimga kelib oldi. Ayni yili men opamni mushundaq uzatib qo'ygan. Onimi o yili maktabidan kapolatlik qilib nahiyaga o'qishga avatgan. Biroq u sanachi bo'laman deb nima desa qo'shilmagan edi. Bu uni birdan bir orzusi edi. cho'ng dada. Cho'ng dada. Biroq sen mushu o'g'lim. Men endi 65 yoshga kirib qoldim. Bir umrsini elimda qolamayman. Sen mu ketgin. 1 kilometr yo'lni besib bo'p, o'ylab boq. Agar qaytib kelgan bo'lsa, men seni hargizmi sirtqa ishtamayman. Agar cho'qim ketaman desam, orqangga qarmay ketavergin. Yo'ldagi har bir tupgulga yamo naqsh ayta oladi. Cho'ng dada, men sizdan nanga ayrilmayman cho'ng dada. Bo'ldi, yig'lama o'g'lim, yig'lama. 13 yoshga kirib qoldi. Cho'ng yigit bo'lib qoldi. Ha. Qara u kaptalaga. Ular hammasi cho'ng bo'lganda sirtqa uchib ketadi. Sirtqa ushmaydigan kaptala nadi bor? O'gay ona bo'lganligi uchun cho'ng dadamsini yattirib qolmasin deb o'ylaydi. Cho'ng dada, men bormayman. Bag'in o'g'lim, bag'in. Agar sen adabli, qoida usulli bo'lsa, hamma odam seni yaxshi ko'rdi, berib sandiqni aka. Bu gapni esingda chiq tut. Qurut yashar birdamchiliklar. Odam yashar 70-80 yil. Usta ovchiga o'q behojat, chavandozga qamchi ketmas bil. Palliga yetgini chempion bo'lur, nishonga yetgini hammaga qobil. Kirashaka! Men cho'ng bo'lganda cho'qim sizni izlab usul o'ynayman. Tag'amning deyishcha, u o'zining mototsikleti bilan sizni turpamgacha opirib qo'ydi ekan. Qarang, u keldi. Tag'a, tegiga minamdiq. Tegiga minib, qumliqlarni aylang'achmoqsin. Ha? Bo'lamdi. Rahmat tag'a, rahmat Laligul. Tum ta ta tum ta ta tum ta ta tum tum ta ta tum ta ta tum ta ta tum. Muallim, sirtda birisi sizni izlab ketdi. Bildim. Shernay, biz birga chiqib kiraylik. Ma'qul. Muallim, sirtga chiqib kiraylik. Sağa başla, karanlık kim geldi?
Yaxshimsizlar? Sizlarga nim bo'ldi? Uni tanimadinglarmi? U degan kurashchi Yanqin tog'dan kelgan. Münevver muallim onun itta qazalig'iga kirganligini sizlarga aytib qo'yishimni aytdi. Biz hammaylar uningga yordam qilaylik. Yeriq kuni kechda meni qo'rqitayotgan shu. Ha, aslida u kenda, kela. Mening do'stim, oxir ketsanda qarshi olamiz. Sening bu yerga kelganingni qarshi olamiz. Bu yoqqa kela. Sen bu yerning yolqin toqqa o'xshamaydiganligini tushunishing kerak. Sen buni bilamsan? Yana bu muba, bu degan kichik iskropka eng qiyin sozning biri. Bu yerda nurg'un yangi narsalar bor. Ko'zing ichilgan bo'ldi. Bu degan sening depingdan men yaxshi emasmi? Bo'ldi. Tap degan tap. U degan milliy so'z. Har qanday so'z uning o'rnini bosolmaydi. Biroq u bu yerga nurg'un so'zlarni bilmaydi. Bu degan amaliyot tursa. Undaqda hammasini sinamdi. Sizlar qaysini qila olasizlar? Tap chelish uning kasbi. Tapni yaxshi chasli bo'ldi. Xilil muallim ranjib qolmasa, she'rni yolg'iz sahnaga chiqamizlar. Ashining o'zi cho'ng ish. Yaxshimisiz kirash. Kelganingizni qarshi olaman. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hey, bu yoqqa kelinglar. Hey, ona bir gap qilsamandoq, ha? Kirash, bu yoqqa kela. Bu yoqqa kela. Men sening ravobchag'alig'ingni anglagandim. Agar qo'lingdagi isqiribkidan ovoz chiqara olsang, sal qo'l qo'yma. Rost qo'l qo'ymas. Kirash. To'g'ri, buni sizga beray. Mana mundaq. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Sizni tabriklayman Kirash. She'rnay, siz endi o'ynasangiz bo'ladi. Tapchap tasavvur men azroq mashq qilib olay. O rastali hünlerini kesetti. Endi unaqa yetamaysan, Jumo. Men bir umr tirishsammi, o'ginam kerakman. Bizning bisimizni qo'rqmaydi-ku, Shu emasmi? Sen sonayni shuncha yaxshi chalsang, u nima deb seni qo'rqatqidik? Shundoq Anvar, sen boshqalarni dushmandek ko'rma. Nima degan ma'nisiz? Saboqdoshlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Kirash, bugundan boshlab siz bizning o'makka dopchi bo'lasiz.
Mecid, Yalqon, Anvarlar bilan bir guruhida sizlarning yetakchi o'qituvchinglar Xilil muallimni so'zga taklif qilaylik. Saboqdoshlarning ta'tilda qandoq jafoliq mashq qilganligini bilaman. Hammanglar olg'a ilgirildinglar. Mening demakchi bo'g'nim saboqdosh kurashning umigimizga qabul qilingani cho'ng xushalmarlik ish. Bundan keyin sahnada o'zim chiqiz yoki dabchi yigit degandek birlikda o'yin ko'rsatsanglar, men biroz bo'lsa-mu orom olayman. Sizlar bilan sahnaga chiqib, qizil galstuk taqib, eg'uvchi qushdan kiyib yurishimning hojati yo'q. Ne bo'ldi? Nemish hammanglarga qarab turibsizlar? Ish yo'q. Shernay, tushdan keyingi mashq qanday qoldi? Muallim, hammamiz mashqni tugatib bo'ldik. Faqat kurash kelgandan keyin O'zaro tanishdinglar, shundaqmi? Nihoyat yaxshi. Xalqaro musobaqani kutilish uchun biz jiqroq o'yin tayyorlashimiz kerak. Keyingi vazifa og'ir. Ko'pchilikni birlikda hamkorlashib, kuch chiqarishni umid qilaman. Qo'shakchi bo'lsin. Ma'qulamsa, bugungi mashqni tugadi. At chuqum vaqtida kelishni unutib qolmanglar. Qo'shabsa. Xayr, xo'sh muallim. Hey. Nima yugurasizlar, ha? Xayr, xo'sh muallim. Xo'sh. Kurash, tez bo'ling. Biz uni uzatib qo'yaylik. Bo'ladi, men yaqinlashib, kattani ilib olay, biroq opam ko'rib qolsa meni adablaydi. Kurash, yordamlashaymi? Bo'ldi, bu yerda men bor. Siz menga yevering, ha? Hay, Mecid Yalqonlar qani? Ular azroq zukamdab qolgan. Hammasi uyiga ketdi. Kurash qani? Allaqachon sayisimi ko'rinmadi. Kurash, sizga yordamlashaymi? Bo'ldi. Uyning adresini menga ko'rsating, men olib qo'yay. Bo'lamda? Sizlarcha yezdan kelganlar bu yerda esqib qolarmi? Men Urumchiga yolg'iz kelgan bo'lsam-mu, uyimni topa olayman. Xeli pochkansiz, a? Amsi ezqib qolganda meni teping. Mening uyimning telefon nomeri 339933. Esingizda chiqib tuting bo'lamda? Xayr, xo'sh. Qancha vaqtingiz Urumchidan ayrilgandingiz? 3 yoshda. Hamma ish esingizda bo'lgan deb o'ylayman. Aha binoning 2-chi qavatida. Rahmat. Kimni izlaysiz? Men dadamni izlaydim. Kechiring, xatolashibdiman. Kechiring. Hay, bolam, ketmay turing. Siz yezdan keldingizmi? Buncha kechda kira mashinasi yo'q. Bugun bizning uyda qolib qoling. Har qanday ish bo'lsa, ati bir gap bo'lsin. Kiring. Narsa keraklaringizni menga bering. Men saqlab beray. Bu katta nimanda qolmoq. Bu yerga qo'yaylik. Siz texi dapchal olaydikansiz-da, nimanda yaxshi. Bu yerda qo'yib qo'yay. Tez kirib yuzingizni yuvib oling. Bu yoqda. Qo'lingizda yuz qo'llaringizni surtib oling. Bu sapmikashni kiyib oling. Hadangiz sizga yeydigan narsa qilib bersin-da. O'tiring. Bu yerda men faqat bir ishni talab qilaman. U bo'lsa jimjitlik, qizim ichida musiqa mashq qilyapti. Siz bilan tangolayman. Bizning uyda yana bir kichik iningizmi bor? U tog'ingiz bilan sayli qilib chiqib ketdi. Voy, nimandaq yuvosh bolasiz. Buningda yeb yiqing. Ras, qo'shingiz ichib qolganda, bugun kechda biz Petermantda aytgan intayin tamlikdan sizga isitib chiqib beray. Yana azroq o'gir qilib beray.
Sizga nim bo'ldi? Yandiki narsining qadri yo'q degan shu-da. Yezning bolalariga qarab yiqing. Yezliq bola? Ha. Nereden kepti? Dadamni izlayman deydi. Bizning bu binoda hech kimning bolasi yezda emas. Shunga men uni uyda olib qoldim. Dadangiz kelganda uning dadasini izlashib pasin qo'lida yana bir topmi bor ekan. Tap. Kurash. Yana bir kattami bor? Shundoq. Kurash, siz bu yani qandoq topdingiz? Qandoq? Men bo'lmasam uyingizni topolmaysiz degandim-ku. Bu mening uyim. Mening opam pek yaxshimikan? Sizning uyingiz qayerda? Men adresini ko'rib boqay. Mana Xalita. Bu adres bizning uyning adresi ekan. Qilchi xato emas, bizning uyning adresi ekan. Dada! Asli mundaq edi. Kurash 3 yosh vaqtida uydan ayrilgan. O chaqda Shernay texi bu kelmagan. Siz bu uyga kelmagan. Shunga o sen apa. Shernay bo'lsa, senden 1 yosh kichik. Singling bo'ladi. Kurash sizlarni cho'ng akanglar. Naman bo'lsa, Kurash bilan Shernayni inisi bo'ladi. Dada, nima uchun men azaldan Kurash akamni ko'rib boqmagan? Kurash aka, siz meni so'zish ko'liga olib boramsiz. Bolalar bog'chisidagi so'zish ko'li pek yaxshi ekan. Odamni cho'ktirib o'tmaydi.妈，你从来没有告诉我有关这件事情的一点点情况。Menmu endi bildim. Menmu texi. Siz texi ko'zimni yumvasamla osmon qorong'i deb qolgan edingiz. Sizning chiqqanda qilamiz. O degan mening o'g'lim. Mening o'g'ay opa degan ota qog'im yo'q. Dada, oppa. Onun qilishini ruxsat qilinglar. Bu mu onun uyi? Biroq dada. Biroq Kurash aka. Bizning maktabda hech qanday munosabatimiz bo'lmaydi. Albatta. Her qanday odamning bir muhitga moslashishi uchun vaqt kerak. Siz sirtida. Bugun kechda u mehmonxonada yetib tursin. Hey, kichik katta yaxshi o'yinchiq ekan. Uning purug'i bor.
bu yurtimizning alaydi kaptiri. Qafas kichik o'g'ashqa uçamaydı. Bunu bu issiq joyda qo'ymay, salqin joyda qo'yaylik. Bo'ladi, men tona kelay. Dada, sizga tonini beray. Cho'qim yaxshi bog'lang. Hargiz yerga tushib ketmasin. Ma'qul. Oğlum, dadam hamra bo'lsinmi? Cho'ng dadam yaxshimi? Men bir yildan keyin andasini qaytarib kelay deb o'ylagan edim. Bu opangning boshqa yerlar bo'ladi. Biroq ochiq sal yamaroq. Ammo ko'ngli yaxshi. Ayol kishi emasmi? Hammasi o'xshash. Oğlum, neymişki gap qilmaysan? Dada, meni yaxshi ko'ramsiz. Albatta. Ammo siz Şirnayni-chi? Yaxshi ko'rman. Umu san o'xshash, nihoyat suyimlik. U burundilla meni o'z dadasi deb o'ylaydi. Opam qanday o'lib ketgan? Hech kim uni to'yiqsiz yurak kesili bilan o'lib ketishini o'ylab boqmagan. 10 yil ilgari sen endila 3 yoshga kirgan eding. Opam sirtga o'yin qo'yg'il chiqqan vaqtda sahnada dabbusini o'ynab o'tib to'yiqsiz yiqilib tushibdi. U shu yiqilib tushgan peti o'rnidan turolmabdi. Opamning turqi qandoqroq edi? U intayin güzel ayol edi. Sen opangga o'xshaysan. Bo'libmi bu bir jup ko'zim. Elitdek burnu. Eg'izim. Opangga o'xshaydi. Dada, men sizni yaxshi ko'raman, dada.
Naman, Güreş, tez tamak yanla. Siz bu yerde oturun. Tez, oturun. Aga. Yanla. Ablis, yeni kiyimlerini et çıkın. Güreş, sel durup kiyip alsın. Bu kiyimlerini Şernayga ağın. Kız oğullar kiysi boluverdi. İşkinlarning boyumu bek tarixinib ketmaydi. Muvafiq kelsa kiyiverin. İş qilib Şernayning kiyimi bek jiq. Endi bizning oyning bolasiga o'xshidi. Kurashning ko'zlari alohida chiroyli ekan. Tapni men ilib olay. Yugurish musobaqasi bo'lsa qandaq? Musobaqa? Bo'ladi. Tez. Tezroq. To'xtala! Yana bir qator. To'xta. Buningdan keyin diqqat qil. Tushundingmi? Ma'qul. Sen bir chal. Cho'ngmaslik yo'q. San keldi. Sen bir chap baq. To'g'ri diqqat qil. Aha. To'g'ri. Mushundaq chag'in, ha? Bag'in. Bira. Güreş. Sen ilaç qilib buni qo'shib qo'ygin. Sening chelish usuling. Dum tarang tang 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 dum tarang tang 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 dum tarang. Bo'lamdi-ku? Men sinab boqay. Ha. To'xta. Hey saboqdosh, siz berib Munavvar muallim chaqirib keling. Ma'qul. Şernay, siz o'ynang. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Munavvar muallim sizni Xilil muallim chaqiryapti, yiringlar. Munavvar muallim, keldingizmi? Nima ish? Baya saboqdosh kurash chag'andab muzikasi siz ishlagan usulga bek mos kelar ekan. Bek yaxshi bo'ldi. Berib loyihangiz deb kel. Kurash. Bu nomerlarni alohida yeri bor. Mana bu top muzikasining notasi. Hech qisi yo'q. Men sana muzika ham notlarni o'rgataman. Xotirjam bo'l yigit. Sen cho'qim tirishsang, ilgirlab ketsan. Ha? Darsni tushib, mening qishimga boqin. Oppa! Hammani cho'plab bo'ldim. Yaxshi. Bugundan boshlab mehmonxonada yotmang. Bu asli dadangizning qiraatxonasi edi. Endi sizga bo'shtib berdik. Nayt yaxshi, otamning uyi bor bo'ldi. To'g'ri, uxlashdan burun tishingizni, putingizni yuvib keting. Berib darsingizni takrorlang. Yana yutqanimni yaxshi yepining. Mayli.
Güreş aka, dadam meni sizning darsingizga yetakchilik qilishimni aytdi. Bu matematika, yana chet el tilimi bor. Bu savolga qarang. Formulani yozib chiqing. Bizning milliy musiqalarimizning hammasini nota bilan xotirlashga bo'ladi. Voy, men kurashni texnik naqsh aytaman degan deb ekanman. U naqshni nihoyat yaxshi aytar ekan-ku. Aka, men olay. Rahmat sana. Lazi bilan shu xilini yuyib to'mat qo'g'sab qo'ying. She'rini aytqani. Ularning mashq tugimidi. Oppa, akamdek ishchankan shundoqmi? Necha kundan beri faoliyatlar xili ko'p bo'ldi. She'rini ayt. Bizni uyingizga chaqirmagani xili uzun bo'ldi. Opamning michasi yo'q. Shundaqmi? Undaqda biz uni yo'qlab kelsak bo'lg'idek. Kechiringlar, mening aldirashishim botdi, men ma'y. Oningga nim bo'lgandi? Kim biladi? Hey Kurash, sen kelgili xili uzun bo'ldi. Biz sening uyingga berib boqmadik. Shundaq, bugun darsdan tushib uyingni ko'rib olayli. Keyin izlashga oson bo'ldi. Bugun mening ishim bor, boshqa kuni bo'lsin. Qandaq? Sening nimadoq ishing yo'q. U degan oldirash odam. Bekabus nima degan ma'nisiz? İştar, ozroqmi o'lmamas. Tezmayli. Qo'linglarni ko'taringlar. Maydonlarni tish tutib, beshinglarni ko'taringlar. Aylaninglar. Nima bas? Heliq cho'ng ishlarni hozirlab o'qtirayli. Saboqdoshlar, hammalar bu yoqqa kelinglar. Shilapni qo'yib kelinglar. Tez kelinglar, tez. Shilapni qo'yib qo'yinglar. Shilapni qo'yinglar, shilapni. Bo'linglar. Tez. Nima gap? Tez, tez. Shu nima gap bu? Nimishtu? Shu emasmi? Nimishtu? Saboqdoshlar. O'tiringlar. Sizlar bu yoqqa kelinglar. Bu mundaq ish. Hey, sa. Nima qildi bu? O'tiringlar. Qilmanglar. Yaqindan beri hammanglarni ilgirlash zo'r. Xeyli ko'p yangi nomerlarni tayyorladinglar. Hozir degan raqobat davri. Paranglashmanglar. Har qanday odamning raqobat eni bo'lish kerak. Saboqdoshlar, men hozir ko'pchilikka bir xush xabarni deyman. Kelar hafta mamlakat bo'yicha bolalar musobaqasiga qatnashadiganga nomer tanlaymiz. Albatta. Hamma nomerlarning tanlanishi mumkin emas. Nomerlarning eng yaxshisi tanlandi. Appa, sening dadang rasli oldirish odamda. Bu start qushnimi men o'rnatdi ekanman-da. Qani u qachon o'rnatakin? Har qatim tomoq atganda busining hammasi udulli burnimga kirib ketayotgan. Tozanadir. Hay! Bu degan cho'nglarning qiladigan ishi siz qila olmaysiz. Yanada chiqib kattani ko'rib kirayli. Men uning ozroq yeydigan narsa qildim. Ma'qul. Ha? Katta qani? Appa! Nim bo'ldi?
Men onu başqalarga soğuk qilib etdim. O sizlarning öğrenişinglarga ta'sir ko'rsatdi. Yana kelib bizning uyda bundaq narsani beqishqa bo'lmaydi. Oppa, shundaqmi bizning fikrimizni anglab taqsangiz bo'ladi-ku. Aka, mening barliq yaxshi o'yinchiqlarimni sana beray. 49ning 100'si. Sizlar topshiriq ishlarlar, men chiqib ochay. Ha, sizlar kelsizlarda, tez kiringlar. Tinchlikmi hada? Tinchlikmi? Hada, sizni og'rib qotdi deb anglab olaydan ko'ngil keldi. Men og'rib qolmadim-ku. Shirna shundaq degandi. Qandoq? Şirnay, tinchlikmi? Ha? Kurashsizmi bu yerda ekansiz-da? Nemisqa oldirashkin desam, kunda bu yerda ekansiz-da. Hammanglar turibsizlar-ku. Tez kelib turpanning o'zimidan tetib yiqinglar. Şirnay, menga mehmonlarni kutishib bering. Au yerga qo'y. Ajab, mehmonlarni yaxshi kuting. Şirnay, menga yordam qiling. Mavsumlik matematika imtihonida oromla layoqatli bo'ptiman. Kirash, sizning bek ta'limingiz bor ekanmi? Şirnay maktablardagi ishni yaxshi o'quvchi, o'rganish natijasi har yili birinchi ratda turadi. Sen yordamga odam tepishga bek usta ekansan, Juma, ha? Bu asli mundaq ish chiqib o'ynab kira. Bu savaqdosh pastki uyda turadi ekan. Uning uyi bek torchilik ekan. Uning bu uyda dars takrorlashiga men qo'shilgan. Bumi o'zaro yordam qilishqu, shundaq emasmi? Ha, savaqdoshlar. Şirnay, bu yoqqa keling. Dana, shundaqmi? Ha? Şirnay. Men mamay. Kirash, ketma, Şirnay. Qaytib keling. Onun qaytadigan vaqti bo'ldi. Bu yoshdagi bolalarning mijozi shundaq tarsab tursa, sizlar chiqqandaq. Shundaq emasmi? Ularmi? Uningdan ig'ir, kallasi ishlamaydi texi. Ay, o'g'lim. Kurash, o'g'lim. Hay, qara o'g'lim. Ben sana şapka aldım, ha? Ki sana bak. Hey, ne oldu? Kapıp kaldın mı? Cür. Bir layınlık kileyli. Bana. Ne mi var men? Degende ko'nglik bo'ldi ya? Shu emasmi? Ajab yaxshi o'yindiq. Bek yaxshi o'yindiq. Yaxshimsizlar. Tag'a yaxshimsiz? Yaxshimsiz. Tinchlikmi tag'a? Şirnayning usulda nima uchun yaxshilik qiladiganligini tushunamadim. Shunog'im gap ketamdi. U degan yoshlik bahori urg'ib turgan mezgil. Sening demoqchi bo'lganing ular burundan muhabbatlashgan, shundaqmi? Burun muhabbatlash degan nima u? Sen tushunmaysan, keyin deb beray. Biroq biz shuncha kichik tursak, burun muhabbatlash degan nima u? Aydın ayrıyolmayman, ay yüzünü körgende, ay yüzünü körgende. Bu nedimi biz aytadigan naqshlar bo'lsin? Tekiksiz. Em Şirnay kurashga nima qishunchilik yaqinchilik qiladi? Mening buning bilan karim yo'q. Vijdoni bor odam bo'lsa, kurashning sizlar o'g'illar orasidagi eng tirishchan minalar ekanligini e'tirof qilgan bo'ladi. Shundaq emasmi, savoqdoshlar? O shundaq. Yani 20 oydan keyin musobaqa boshlandi. Men sunay chilishda pulun olmaslikdan qo'rqyapman. Bunun kurash bilan nima munosabati bor? Bu aniq-ku. Agar u bo'lsa biz tanlanmaymiz. Kurash bek taraylikkan. Andalik kelishiga muallimdan omroq bo'lib qoldi. Yana taqsinib boshliq Şirnaymi bor? Men burunli o'ylagan. Kurash kelishi bilan Şirnay o'zgarib ketdi.
Ondaqda biz ularni burunaraq ayrıltayli. Biz qızlar Şirinayni tatayli. Sizlar oğullar küreş degan bir yavaş qulaq, o qilaman deganini hech kim to'sib qololmaydi. Oycan! Hechqisi yo'q. Kechiring. Hey, qaranglar, ular keldi. Hey, qani. Men hojatga chiqib kerak. Hey, biz uni tatib kelamiz deyishgan-ku. Kessan qandaq bo'ladi? Avval biz ularga yiqilishib, nima uchun bunday qilganimizni bildirib qo'yaylik. Qandaq? Şirinay keldingizmi? Yaxshimisizlar? Orasida bekka mahkem. Sen onu yoqtirib qoldingmi? Jenime. Sen olsa. Bu ne? Bu ne? Tez. Allah alsam deryaga şirin canıma. Leyli olsa çıkmaydı şirin canıma. Leyli villip çıkmaydı. Köpçülüknің күрешке болған muamelenге başqacha көз qarşı barken, burun muhabbetlişke adette toğru muamele qilishimiz lazım-ku. Sen dikkat qil, hergizimi küreş bilen burun muhabbetleşme bulamda. Nime? Kim meni küreş bilen burun muhabbetleşti deydi o? Sizler hatan düşünüpsizler. Şirinay, bo'ldi yig'lamang. Biz rostla burun muhabbetleştik-ku. Her kuni saherde meşgul qilamiz shundaq-ku. Hoşum yok. Dert. Başkalar bizni muhabbetleşiyordu dese, şunu düşünmedi ama kimsine bu yerge gel dedi. Sen tek ketmeye tırırsan-ku. Ben gidiyemedim. Nima uchun? Sizlar nima uchun bunday qilasizlar? Nima uchun? Sizlar zot nima uchun bunday qilasizlar? O ne? Balalarga hoşnamның oğlu demek. Men tuqqan oğul desem bulamdı. Bu günlerini qandaq ötküzümün. O bu öyge kirgenden keyin öy zatını tinjimidi. O ezelden meni apa da chaqirmidi. Jürgümni soğurup bersem bulamdı demsi. O degan bir bala qabul qilishga vaqt kerak. Yeni onun közümü bak. Men qarasamla apsı o'xshdimi? Uning ko'zi opsiq o'xshib bo'lmamda. Bunda qilmasligimiz kerak edi. Yaxshi. Onun közü sizga har doim burun qishlarni eslatadi. Shundaqmi? Siz Biz ketaylik. Siz aşı Ertan oğlunuz bilan birga o'tiring. Hey, siz Oppa, siz nimalarni da'vatsiz? Bu sömürgüşni akirib qo'ygani bir hafta bo'ldi. Kimning onun bilan kari bo'ldi? necha kundan beri aldirashtirsan, uni o'rnatqidek nima vaqtim bo'lsin, ha? Cho'ng dada. Hey, tozumu bir, keçidin uyqummu kemmidi? Bugün men bu yaxshi chalamadim. Tazimi bir. Muallim bizni saqlayotdi. Tez mangayli. Hey, jiringlar. Mayli. Bugün şiirini kemmidi mi? Men bildim, sizlar tarafdan kirish mükemmeldi.
Budan sizlarning umid qilganinlardi. Rostini aytganda ularning kemmiginiga xilil ma'lummi ochiqlanadi. Muallimning xafa bo'lishi kichik ish. Sizlarmi mashq qilmasanglar, bizmi mashq qilmasak, bu bir cho'ng ishda. Kurashning kemmiginiga ko'nglim intayin yerim bo'layotdi. Saboqdoshlar, yaxshimisilar? Ma'lum, bu yoqqa. Kelinglar. Munavvar muallim hozirgi zamon usulini sizlar ko'rsatmoqchi. U bayatni o'ynab g'alaba qildi. Endi u sizlar ko'rsatib qo'ydi, ha? Qani. Qaranglar, o'ynaganni mashina o'ynash kerak, ha? Qanday tasirab keldinglar? Gap qilinglar. Gap qila. Chavash kelinglar. Hammalar chavash kelinglar. Xilil ma'lum, telefon. Kelinglar, mendan o'rganinglar. She'rnay qani. Bu muzikaga dapni qo'shsak, texmi yaxshi chiqadi. Kurash. Kurash qani? Nima? Kurash bilan She'rnay ish pisilganmidimi? Mayra, ular bugun ruxsat so'radimi? Sizlar nima gap qilmaysizlar? Zodi nima shizladi? Mayra, siz bilamsiz? Muallim, ish yo'q. Biz faqat o ishkisiga ozroq chaqchaq qilgandik. Chaqchaq? Asli mundaq ishdi. Ularning munosabati noyati yiqilishib ketdi. Bundaq bo'lsin bo'pti. Ular ishkisi bizdan bek yiroqlashib ketdi. Shuning uchun sizlar chekidan oshgan chaqchaqni qildinglar. Mening sizlarning qandaq chaqchaq qilganliginglarni bilgim kelyapti. Men ishonmayman. Kurash bilan She'rnayning yiqilishib ketgani uchunlar sizlar chekidan oshgan chaqchaqni qildinglarmi? Munavvar muallim, siz burunli kurashni qatnashtirmasangiz bo'ladi. Nemishqa? U bizning o'zimizga bo'lgan ishonchimizni yo'qotib qo'ydi ekan. Tushundim. Shuni sizlar uni sig'dirmabsizlar. Men texsizlarga bilim o'rgatdim debdiman. Naqshi o'qib, usul o'ynab, nochi bo'lib ketibsizlar. Sizlarni o'zaro raqobatlashib, o'rganishinglarga yordami bo'larmikan debdiman. Munavvar. Kurashning dadasining telefon keldi. Dadasining deyishicha, kurash tunugungacha uyga qaytmabdi. Mendan bu yerda bormi deb so'radi. Muallim. Men sizga burilib desam bo'ladi. Aldiraman. Biz birlikda kurashni tepib kelaylik. Dada, opa, o'qim ketdi. Nima, u kelganmidi? Shundoq ketdi. Nima, digina. Kurash akami. Kurash oqam. U endi hargiz qaytib kelmayman dedi. U yana opamga yordam qilib buz topqishni o'rnatib berdi. Oqam yana qo'lini yorlantirib oldi. Pek ko'p qon chiqdi. Men opamning hujrasidagi pilostrda uning qo'lini tangib qo'ydim. U opamga bir parcha xat qoldirib qo'ydi. Okamning ustida. Dada, opa, men aslislarni tushunishim, qiynamasligim kerak edi. Shuni ketishni qaror qildim. Men kichigimdan tortib kaptan yaxshi ko'ratdim. Tomga doim u yasaytdi. Buz tatqishnimi o'rnatib qo'ydi. Tomda o'rnatilgan kama bo'lganligi uchun hech qanday kuch chiqarmadim. Men xato qilmadim. Sizlarning o'g'linglar kurash. Mayli qanaqlash bo'lsin, uni qaytarib kelaylik.
tushib qarab boqaylik. Ma'qul. Kichik topchi bola. Tez berib hech so'rg'idan. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi. Rejissor, tog' tarafga 12-13 yoshlar atrofidagi bir dopchi bola kelibdi. Uni aytdi kichikka. Bundaq gap qilmang. Yolg'iz kichik artistlarningmi 7-8 yoshlar bo'ladi-ku. Men bu yoqqa kirim qilaylik. Avval kirim qilaylik. Bu balaga chaplaydiganga burut yo'qmi? Demisiniz, nereden kelgan burut ekan u? Undaqda sizib qo'yma bo'lmasa. Sizib qo'yam den. To'xta, medirlama. Jim tur. Hozir keladi. Jim tur. Rejissor, qarang. Yaxshi. Kichik do'st, siz eng yaqinliq tafsadasi bilan hamrohlaringizni tatib chiqing. Aprab hargiz qaramang, qaramang. Bo'lamdi? Hargiz qaramang. Mushunday bo'lsin, Boshlaylik. Laliga? Intayin yaxshi. Kerak aka, bu sizmi? Sizga mukirim qildimi? Pek yaxshi bo'pti. To'xtanglar, usul bo'ldi. Endi muqamdan ariya ko'ringlar. Kerak aka, sizlar kimdir mashq qilmoqlar uchun kimdir nurg'un qatim tomoq yeysizlar deyman. Shundoq. Men qanday qochib yer bo'lib qolaman bu qiya? Bu yer tog'anchim, hammomning uyi. Dadam opam meni Urumchidagi san'at maktabiga imtihon bergizdi. Bizda kichik o'quvchilarni qabul qiladi ekan deydi. Sizmi Urumchiga boramsiz? Siz meni opiring bo'lamdi. Men cho'qim usul eginiman. Sizdan o'g'iniman, qoyilik uyini opsini seg'inmaydigan bo'laman. Urumchiga borganda kimning kori bo'ldi ekan? Sizga o'xshash har qanday qiyinchilikni yengaman. Bu yerga kelishdan burun Sodiq buvam menga sizdek navrisi bo'lganligidan faxrlanganligini aytdi. U sizning haqiqiy bilimlik odam bo'lishingizni, opangizga o'xshash cho'ng san'atchi bo'lishingizni umid qilaman deydi. Kichik artist, yap bo'ldingizmi? Rejissor sizni yana bir payda chep berishingizni umid qildi. Qani, marhamat. Bu da ovozi uning chog'inga o'xshashgan. Shundoq. Dal kurash. To'g'ri. Dal shu. Uni ep ketaylik. Dam olish oz qoldi. Tez bag'at, bora. Kerak aka. Qara. Ketdi. U o'zi uchib kelgan, shundaqmi? Shundoq. Rasli shundoq. Aka. Qatazni opam olgan.
Mening mahoratimni ko'ringlar. Şinjan Ösmirler Sanat Musabakası hazır başlandı. Birinci numar usul. Yalqın tağda üzüm pişti. Muzikada küreş. Usulda Şirinay, Laligil qatarlıqlar orunlaydı. Bek yaxshi oldu. Ha, yaxshi. Sahnaga chiqaylik. Bo'ladi. Qazonxoningizga muborak bo'lsin. Mening o'g'lim. Appa!